o'sha mashhur Patrik Tatyanani qizil o'zimga ham oldim. Ko'ramiz, Instagramda shunaqa hit bo'layotgan o'sha Patrikdan mana shu 3 xil tellarini sifati puliga arziydimi, yo'qmi? Chunki men o'zimga ham olganman, mana qarang, ikkita setidan va testerga ham qo'ydim. Kelinglar, buni sifatini ko'rish uchun men hozir qo'limga Tarte konsilerini suraman. Sponjga eng yaxshi ko'rgan sponjikimni olaman. Surib olaman. Va tenimizni rangini olamiz. Jigarrang rangini. Pigmentatsiyasini qaranglar. Девочки! Mana qaranglar. Значит, puliga arziyotgan. Kelinglar, men bu rangini ham olamiz. Buni sizlar bemalol UM Cosmeticsdan topsanglar bo'ladi.